Jaloliddin Manguberdi va Chingizxon jangi oxirlab borayotgan paytda Jaloliddinning onasi Oychechak o'zining odamlariga aytadi: "Menga Jaloliddinni chaqiringlar va aytinglar, ko'p vaqtini olmayman, atiga 2-3 daqiqaga oldimga kelib ketsin va jangni Temur Malikning qo'liga topshirsin" deb aytadi. Va xabarchi yugurib borib Jaloliddin Manguberdining oldiga borib, "Sizni onangiz chaqirishyapti, 2-3 daqiqaga yugurib keling ekan va jangni Temur Malikning qo'liga topshirib turing ekan" deb aytadi. Va Jaloliddin katta tezlik bilan yugurib kelib onasining oldiga keladi. "Men sen tug'ilganingda o'g'il farzand ko'rdim, erkak ko'rdim deb xursand bo'lgan edim. Lekin hozir seni ko'ryapman, 3 kecha kunduzdan beri urushyapsan va lekin oxir-oqibat baribir Chingiziylarga, Chingizxonga yutqazamiz. Lekin men shu narsani bilyapmanki, sen erkakka o'xshab, mardga o'xshab oxirigacha kurashyapsan. Men arslon emas, arslonlarning arsloni. Sher emas, sherlarning sherini dunyoga keltirgan ekanman. Men shunday sher, arslon erkak dunyoga keltirgan ekanman deb xursand bo'lyapman. Sen menga bu narsaga yo'q deysan, lekin menga 1 soniyaga hukmronligingni berasan. Ya'ni 1 soniyaga men odamlaringga buyruq beraman seni o'zingga" deb aytadi. "Men xotining va 2 farzandingni ana shu daryoga tashlaysan va biz u tomonga o'tamiz. Meni agar xor bo'lib, Chingizxonni oldida boshim egik bo'lishni xohlamasang, men bilaman sen bu narsaga yo'q deysan, lekin meni bergan oq sutimga rozi bo'lishimni xohlasang, ana shu ishni qil" deb aytadi. Va uning onasi kelini, ya'ni Jaloliddin Manguberdining xotini va 2 farzandini olib dengizga tashlaydi. Jaloliddin Manguberdining onasi va 3 yoshli qizi cho'kib ketadi. Lekin uning 7 yoshli o'g'li daryodan qandaydir oqim bilan, qandaydir to'fonlar bilan kelib Chingizxonning oldiga kelib qoladi. Va Chingizxon uni olib o'zining odamlariga aytadi: "Uni mana shu yerdan teshinglar, ya'ni mana shu yerdan 2 bo'lak qilib tashlanglar" deydi. Va 2 bo'lak qilib qassoblarga aytadi: "Ko'kragini ochinglar" deydi. Ko'kragini qasar-qasar qilib ochib 2 yonga ochadi. Tasavvur qilinglar, 7 yoshli bolani Chingizxon jallodlarga ana shu ochishni aytadi. Va pastdan u yoqdan Jaloliddin Manguberdi tikma-tik tepaga qarab o'tirgan bo'lgan unga. Chingizxonga nima qilayotganini unga ko'rsatib o'tirgan. Va qasar-qasar ko'kragini ochgandan keyin yuragini olib ko'rsatgan. Jaloliddin Manguberdiga yuragini pastga ko'rsatgan va yerga tashlagan. Yerda yurak dup qimillab turgan bo'lgan. Yerga yurak dup qimillab turgan bo'lgan va odamlarga aytadi Chingizxon: "Itimni olib kelinglar" deb. Itiga olib keltirib uni yeyishga buyruq beradi. Hatto aytishlari bo'yicha iti ham yemaydi. Iti ham yurakni yemay, yurakni tishlab, olib borib daraxtning oldiga borib, ko'mib, burni bilan ko'mib qo'yadi. Va Chingizxon u bolani, ya'ni Jaloliddin Manguberdining o'g'lini olib tepaga ko'rsatadi unga. Jaloliddin Manguberdiga pastga turgan Jaloliddin Manguberdiga ko'rsatadi. Va buni dunyoning eng kuchli tarixlari ham tasvirlayotgan paytda Jaloliddin Manguberdining ichidan nima o'tganlarini tasvirlab bera olmaydi. Hech kim hali tasvirlab bera olmagan va bundan keyin ham tasvirlab bera olmaydi. Bir otaning 7 yoshli o'g'lini olib ko'kragini 2 yonga buzib, qalsirlab, sindirib tashlab, ichidan yuragini olib ko'rsatib itiga tashlagan. Bu narsani o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Bitta 7 yoshli bolani, yo'q, bolani qo'ya turing. Bir odamni ko'zingizning o'ngida sizdan sal yo'g'iga bo'lgan paytda ko'kragini 2 yonga ochib, o'zingizning farzandingizni bir odamni tasavvur qilib ko'ring. Bu narsa qanday odamni, erkakning ichiga qanday narsa, qanday tuyg'u keladi. Va Jaloliddin Manguberdi o'sha yerda infarktmi, insultmi bo'lib o'lishi kerak edi. Lekin yo'q, mardlardek turib aytgan, ko'ziga yosh kelmasdan mardek tik haqiqatga tik boqib turgan. O'sha yerda o'lishi kerak edi. Man degan odam farzandini shu ahvolga solayotganini ko'rib o'lib, yuragi portlab ketishi kerak edi. Lekin nima qildi u? U hozirgi ba'zi ahmoq yoshlarni ko'raman, qizchasi tashlab ketsa depressiyaga tushadi o'zicha. Bo'ldi ishi yurishmay qolsa sigaretni olib chaqib depressiyaga tushadi. Erkakdek turib haqiqatda tik boqgan va hech qanaqa depressiyaga tushmagan. O'ziga o'zi va'da bergan. Va o'sha yerda Jaloliddin Manguberdi hech qanaqa depressiyasiz aytgan: "Men ana shu Chingiziylarni, Chingizxonni boshini uzib, ko'kragini 2 tomonga qarsillatib ochib, yuragini yulib tashlamasam, bu yashagan umrim harom bo'lsin" deb. O'sha yerda o'ziga o'zi va'da bergan. Mana biz qayerdagi kinolarga, qayerdagi sportchilarga havas qilib yuramiz. Mana bizning tarixda qanday erkak, haqiqiy mujik, haqiqiy sher ota-bobolarimiz o'tgan. Mana ko'z oldida farzandini o'ldirayotganda u depressiyasiz qasos ilinjida qasos olish uchun keyin nimalar qilgan Chingizxon. To'g'ri, qasos ola olmagan, lekin nimalar qilgan o'sha qasos olish uchun. Mana haqiqiy erkak, haqiqiy man degan erkak qanday bo'lishi kerak.